Jasur ismini eshitganda hamma qo'rqmas deb o'yladi, lekin uning ichidagi haqiqiy kuchni hamma ham tushunavermaydi. Arab tilidan kirib kelgan bu ism shunchaki Botir degan emas, u har qanday to'siqni yorib o'tadigan irodasi temirday yasalgan inson timsolidir. Jasur ismli insonlar tug'ma yetakchilar bo'lishadi. Ular adolatsizlikka chiday olishmaydi va har qanday holatda ham o'z yaqinlarini himoya qilishga tayyor turadi. Ularning qalbida o'ta yuqori sadoqat yashiringan. Agar u sizni do'stingiz yoki yor deb tanlansa, oxirgacha siz bilan birga bo'ladi. Psixologik jihatdan Jasur tashqaridan juda qattiq qo'pol va zmin ko'rinsa-da, yaqinlari uchun eng nozik va mehribon insonga aylana oladi. Jasur bu hayotda bo'ronlarda yiqilmaydigan mustahkam tog' demakdir. Ushbu videoni o'zingiz biladigan mard va jasur ismli insonlarga yuboring.